إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganguvchi qarindoshlar, tuvanda biz yana darsimizni davomlashtiramiz. Bu qatim o'tadigan darsimiz mad harflari va lin harflari. Mad harflari va lin harflari. Mad harflari. Unda bo'lsa biz boshda mad harflarini so'zlaymiz tafsili. Mad deganimiz nima degan gap desanglar, mad deganimiz so'zash. Ya'ni ziyoda qilish. Ziyoda qilish degan gap. Mad degan so'zash deymiz-ku, biz Uyg'urchada so'zash. So'zash harflari desak bo'ladi. Mad harflari deganimiz, mad degan so'zash va ziyoda qilish degan ma'noda. Unda biz qanday vaqt so'zaymiz desanglar, buning bu madning sharti bor. Mad harflari 3 vav alif ya. Qaranglar. Vav alif ya. Mad harflari vav alif ya. Unda bo'lsa, musho vav alif ya mad harflariga mas harakatlar mas ishib kelgan chaqda biz bu yerda so'zash hosil bo'ladi, so'zaymiz. Ya'ni harakatlar deganimiz qaysi? Zabar, zir, pesh. Zabar, zir, pesh mush 3 harakat vav alif yadan iborat mush 3 harfga maslashib birga kelgan chaqda mush mad degan narsa hosil bo'ladi, u chaqda so'zaymiz. Shu so'zash degan narsa hosil bo'ldi. Demak, mad harf qancha ekan? Vav, alif, ya 3 harf. Vay. Vay degan mush bir kalimaga yig'inchoqlaymiz. Vay degan kalimadagi vav, alif, ya. Mad harflari 3, vav, alif, ya. Unda bo'lsa, madni qanday vaqt so'zaymiz dedik biz? Harflar bilan harakatlar. Ya'ni vav, alif, ya bilan zabar, zir, pesh. Mush 3 harf, 3 harakat mas kelgan chaqda mush shart asosida, ya'ni mush shart ostida unadekin mad hosil bo'ladi, so'zaymiz. Ya'ni buni vav, alif, ya 3 harf dedik. Qanday vaqt so'zaymiz desanglar, ya'ni bir buningki shartlari desak bo'ldi, mad harflaridan keyin mad bo'lib kelish shartlari. Ya'ni mad harfidan mad bo'lib kelish sharti bo'ladi. Demak, vav alif ya mad harf qanday vaqt kelganlarni ya so'zamdoq, unda emas. Bularning sharti bor. Bu shartga tushsa so'zaymiz, bo'lmasa so'zmaymiz. Bo'lmasa bu shart tushmasa boshqa harfga aylanib ketib qoladi, mad harf emas. Ya'ni so'zash harf emas, boshqa harf bo'lib ketsa, o'chaq so'zmaymiz. Unda bo'lsa, buning shartlari birinchisi bu mad harflari sokinlik bo'lishi kerak. Bu harflar, ya'ni vav, alif, ya mush 3 harf sokinlik kelish kerak. Ya'ni harakatsiz, zabar, zir, pesh bo'lmagan, harakatsiz kelsa sokinlik kelish deymiz. Demak, sokinlik kelish kerak. Ikkinchisi, vavning oldi damma kelish kerak. Ya'ni vavning oldi pesh arabcha damma deymiz. Vavning oldi pesh kelish kerak. Alifning oldi zabar kelish kerak. Ya'ning oldi zir kelish kerak. Demak, 3 harakat, 3 harfga mas kelish kerak dedim-ku. Qanday mas kelish kerak desanglar, masalan, vavning oldi pesh kelish kerak. Vavga pesh mas. Ya'ning oldi zir kelish kerak. Ya bilan zir ikkisi bir-biriga mas keldi. Masalan, alifning oldi zabar kelish kerak. Mushunda maslashib kelgan chaqda mad hosil bo'ldi, so'zaymiz. Masalan, mushad bir formula va nuhiha degan mushu jumla, mushu kalima qaraylik. Nuhiha. Ma rangli harflar vav, ya, alif bu bizda aytgan mad harflari shu. Shunami? Unda bo'lsa vav keldi, shart tushmamdi qarab boqamiz hamsa. Birinchi shart nima edi? Bu harflar sokinlik kelish kerak. Demak, vav keldi, vav sokinlik keldi. Ya'ni zabar, zir, pesh kelmadi. Birinchi shartga tushdi. Shundami? Unda bo'lsa ikkinchi shart nima edi?
vavning oldi pesh kelish kerak degan. Unda bo'lsa vavning oldi peshlik keldi. Mana vavning oldi peshlik keldi. Demak ikkili shart teng tushdimi? Demak vav mushada mad harfi, ya'ni so'zash harfi so'zaymiz. Nu emas, nu shirkat miqdorida so'zaymiz. Endi mana keyini qaraylik. Ya keldi. Ya o'zi sukun keldi. Birinchi shart tushdi. Yaning oldi zir keldi. Ikkinchi shart tushdi. Demak, ikkili shartga teng tushdi. Bu yerda ya mo mad harfi. Hi emas, hi so'zda shirkat miqdori so'zaymiz shunda. Keyindikisi alif keldi. Mana bu qizil ranglik alif mad harfi keldi. Shart solamiz. Birinchi shart alif sakin keldi. Alif degan faqat sukunliqlam keladi bu harf. Oldidagi harf zabar keldi. Demak shart tushdimi? Demak alif mad harfi ha shirkat miqdori so'zaymiz. Mushu kalimada masalan uchli mad harfi bo'lmishadi. Mushu bir formula, yodlab olaylik, bir qoida. Nuhiha desak, 3 mad harfninki mad ulab kelgan holati mush bir so'zi bor. Nuhiha desak, vav ya alif. 3 mad harfninki mad kelgan holati. Unda biz boshqa misollarga qarab boqaylik. Qala desak, alif keldi. Alifning oldi zabar keldi. Demak mad harfi. Qala emas, qala so'zaymiz. Qala. Keyindikisi maliki desak, alif keldi, yana oldi zabar keldi. Maliki desak to'g'rimi? Maliki deb biz so'zma yutab ketsa xato. Alifni to'liq so'zib yutib maliki. İza alif keldi, mana oldi zabar keldi. İza fi emas, fi ya keldi. Ya'ning oldi qanday keldi? Ya sukun keldi, oldi zir. Demak shart tushdimi? Fi emas, fi so'zaymiz. Al-qubur bu al-quburi desak, masalan qubu vav keldi. Vavni oldi qanday? Pesh keldi. Demak shart tushdi. So'zaymiz. Va ma hum desak, va ma shada alif mad harf keldi, mad ulab keldi shada. Kafaru desak, vav keldi, oldi pesh keldi. Yaqiluna desak, vav yana mad ulab keldi. Lam yatubu desak, o'xshash bu yerda bu kalimada ikki yerda mad keldi. Vav mana qaranglar, ikki yerda. Birinchi vav mana yatu vav keldi, oldi pesh keldi. Vav sakin keldi, oldi pesh keldi. Demak shart tushdi. Bu vav mad. Keyingisi bu degandikmi? Vav keldi, sakin keldi. Sakinligi. Oldi peshlik keldi. Demak bu shart tushdi. Mush kalimada ikki vav bor, ikki mad. Yatubu, lam yatubu. Ikkilisini so'zaymiz. Qila demak bu yerda ya keldi, sakin keldi, oldi zir keldi. Yana bu yerda madning shartiga tushdi, madning so'zaymiz. Unda bo'lsa, bu misollarni biz bolalar bilan bir qatim o'qiymiz. Bolalar meni keyinda aytib o'qiysizlar. Qala maliki iza fi al-quburi wa ma hum kafaru
يعقلون لم يتوبوا قيل قيل demek yani so'zlaymiz unda bo'lsa yana bir muhim nuqta ya'ni bu hozirgi bu darsimizniki yana bir yangi muhim nuqta lin harflari yumshoq naiti talaffuzga yengil siliq degan ma'noda bo'ladi unda bo'lsa bu lin harfi qancha harf desanglar bu 2 harf lin harfi 2 biz mad harfini 3 dedik shundaymi mad harfi vav alif ya 3 unda bo'lsa madning mad bo'lib kelish shartini o'rganib bo'ldik biz madning mad bo'lib kelish shartini o'rganib bo'ldik birinchisi bu 3 harf sokinlik kelish kerak ikkinchisi bu harflarning oldidagi harakatlar mos kelish kerak masalan vavning oldi pesh kelish yaning oldi kasra kelish kerak dedik shundaymi unda bo'lsa alifning oldi fatha kelish kerak dedik vav bilan yaning oldi mos kelmay qilib qolsa bu lin harfi bo'ladi mad emas balki lin harfiga o'zgarib ketadi masalan vav sukun kelib oldidagi harf damma kelmay ya'ni oldidagi harf pesh kelmay zabar kelib qolsa bu vav mad emas balki lin harfi bo'ladi shunga o'xshash ya harfimi o'zi sokin oldidagi harf zir kelmay oldidagi harf zabar kelib qolsa bu yami o'xshashlar mad emas balki lin harfi bo'ladi demak vav bilan ya 2 harfning o'zi sokin oldi fatha ya'ni oldi zabar kelib qolsa vav bilan ya o'zi sokin oldi zabar kelib qolsa bu 2 harf lin harfi bo'ladi mad bo'lmaydi bu yerda masalan mana bu qog'ni amaliy misol bilan tushunamiz qaranglar vav keldi sokin keldi oldi qanday keldi buni zabar oldi buningga pesh kelmay zabar keldi agar pesh kelgan bo'lsa bu vav mad harfi bo'ldi bu yerda so'z aytdik bu yerda vav o'zi sokin bo'lib oldi zabar kelib qoldi demak bu lin harfi bo'ladi bu yerda biz so'zmaymiz yumshoq talaffuz qilamiz fir'auna so'zmaymiz mad harfi emas balki lin harfi deganimiz shu aynayni masalan qaranglar ya keldi ya harakatsiz keldi oldi zabar keldi zir kelgan bo'lsa mad bo'ldi shundaymi ya kelib oldi zabar kelib qoldi bu yerda demak bu yerdagi ya qanday harf lin harf ya'ni yumshoq yengil harf aynayni desak mushkalimizda 2 lin harf bor ekan 2 ya ekan har ikkilisi lin harfi mad harfi emas aynayni ayna desak ya keldi yani oldi zabar keldi bu mu mad emas lin xavfin desak o'xshash xavfin vav keldi vavning oldi zabar keldi xavfin xayrun ya oldi zabar xayrun lin harf tayran yawma hadaynahu hadaynahu sayfin desek masalan say ya keldi oldi zabar keldi demek lin harf beytun desekmi masalan beytun desekmi ya keldi oldi zabar keldi demek bu yerda mad harfi bilan lin harfi o'sha farqlantirib olsak bo'ladi mad harfi 3 vav alif ya buning shartlari bor vavning oldi pesh kelish kerak yaning oldi zir kelish kerak alifning oldi fatha kelish kerak shundaymi unda bo'lsa vavning oldi pesh kelmay zabar kelsa bu vav qanday bo'ldi lin harfi bo'lib ketdi unda bo'lsa yaning oldi zir kelmay zabar kelib qolsa bu ya qanday harf bo'ldi lin harf bo'ldi demak vav bilan yaning oldi zabar kelib qolsa bu vav bilan ya 2 harf
madda emas, balki lin harfi bo'ldi. Demak, lin harflari vav bilan ya. Bunda bo'lsa, qarindoshlar, mad va linga aloqador darslarimiz mishada oxirlashdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.